Assalamu alaykum. Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz Qozog'istonda yashayotgan Sadriddin Yoqub efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Sadriddin efendim, kanalimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Assalamu alaykum. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Ben kardeşim Sadriddin Yoqub, Qozog'iston Almati diyarida meşelde tug'ilib o'sgan, meşelde hozir turg'ilib. O'zimiz Dünya Uyg'ur qurultayiningki Qozog'istonda vakillar bo'lamiz. Hozir shu vatan va millat masalasi bo'yicha Qozog'istonda xizmat ichida. Yaqında Uyghur TV kanalının xabar qilishicha, Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida imzolangan viza kechirim qilish kelishmasi rasmiy ijro qilinishga boshlagan. Sizcha bu kelishimning Qozog'iston qanday foyda ziyonlari bordi? Albatta bu bir kelishim bo'lganda adolatsizlik bir kelishim ekanligini Qozog'istondagi faqat Uyg'urlar emas, balki qozoq qarindoshlarimizning o'zimi ko'pincha so'zlayotdi. Bu yerda kelishim bo'lganda bunaqa chiqyapniki o'xshash kelishimi, adolat bir kelishim yo'q bu yerda. Chunki birinchi bu kelishimda Qozog'iston fuqarolari o'sha Xitoy Jungoga kiramiz deb qolsa bugungi kunlikda darrov viza bilan kiradi. Xitoyning qizil pasport bilan chiqamiz deb qolsa ular 15 kunlik bir oylik degan shunaqa vizasiz kiradigan bir kelishim bu. Yani Qozog'istonda biz masalan hozir men qo'poplam Xitoyga boradim deb qo'pop Xitoyga o'xshash o'zining pasporti bilan quruq chiqqan vizasiz chiqqaniga o'xshash biz qo'pop nima kirib ketadigan ish yo'q deydi. Bu albatta bir nima adolatsizlik işte bir kelishim bo'lgan. Hem bu kelishimning oqibati cho'qim nima Qozog'iston Qozog'iston davlatiga cho'qim bir ziyonlikning keltirganligi. Gerçi hozir ko'rinmayotgan bo'lsa-mu bu nimalar ziyonliklar, ammo kelajakda bizningki Qozog'iston mamlakatimizga Xitoyning yamrab kirishi bu butun dunyodagi insonlarga ma'lum qanchalik zarar yetkazadiganligi. Qozog'istonda ko'pincha Qozog'iston xalqi fuqarolari buni tushunib noroziligini bildirayotgan bo'lsa-mu, ammo yuqori hukumat amaldorlari buni to'xtatmadi ham buni qaytargan yeri yo'q. Ammo davomlashib ketdi. Ammo buning oqibati hammamizga ma'lum. Cho'qim nima Xitoyning ko'payishi bilan Qozog'istonningki mali iqtisodiy tarafdan azroq bir ko'zga ko'ringanda yaxshilik akagandek qilsa-mu, biroq da kelajak Qozog'iston xalqiga bu cho'ng ziyonlik keldi. Sizce O'rta Osiyo davlatlari Uyg'urlarning yashayotganlarini ko'rib turib, Xitoydan iborat bu xatarni tunib yetmadimi? Bu yerda bir necha ko'z qarash bor. Shu bu yerda hukumatning ko'z qarashi boshqa. Shu fuqarolarning, ya'ni shu Qozog'istonda tug'ilib o'sgan Qozog'iston fuqarolarininki boshqacha bir ko'z qarashi var ve shu bizning Altay, G'ulja, Tarbag'atay degan yerlardan qozoq qarindoshlarimiz shu o'zining diyoriga, ya'ni Qozog'iston mamlakatimizga ashaq turimiz deb ko'chman bo'lib chiqqan ko'chmanlar bor. Bularning ko'z qarashi tamoman boshqa. Endi bu yerda xalqning umumiy elib etgan vaqtida Xitoyningki hakikaten Uygur'un üstüden Uygurlar emas, belki Uygur, Kazak, Kırgız, aşağı bugün Şinjan'da atalgan Şarkı Türkistan anıvatinimizde tug'ilib o'sgan qarindoshlarımızdan Türkiye milletlerinin üstüden Xitoy kommunistleri elib berilayotgan, hozirgacha elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni bunday elib etganda 80% xalq tushunib yetib oldi. Ular biladi. Ama bu xalq shunday bir nima ekan, qo'lda huquq bo'lmagandan keyin o'zining g'ami bilan shu kundaligini kunda tep yotgan o'zining g'ami bilan yurgan bir
xalq bo'lganlikdanmi yoki bir yuraklarga bir qo'rqinchlarni sevatganlikdanmi burundan tortib bu narsalarga ochiq oshkora ba'zi birlari qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu jug'ulishib umumiy bir holatda xalq bo'lish bilan bir qarshilik ko'rsatmoqmi deb hukumatning ko'z qarashi tamamen buni e'tirof ig'izcha yoki ochiq oshkora e'tirof qilmagan bo'lsa-mu biroq ichidan bular qildi biroq biz Xitoyning ichki ishlariga aralashmaymiz deb shu Uyg'urning ustidan itbagan irqiy qirg'inchilikqa emas balki hatto o'zininki bir tutash tildosh qandosh qarindosh ya'ni qozoqlarning ustidan itbagan irqiy qirg'inchiligiga bir noroziligini ochiq oshkora hozirgacha deyolmaylik. Shunga bu yerda ko'z qarash bo'lganda xalqning ko'z qarashi u boshqa hukumatninki boshqa bo'lib hisoblanib hozir xalq umumiy tushundi. Biroq ba'zi bir kam bir shu o'zining ya'ni o'zini hatto to'nib yetmagan yoki bo'lmasa Xitoyni to'nib yetmagan bir qozoq yoki hatto shu o'zimizning ya'ni Uyg'urlarning orasidanmi shu Uyg'urlarga o'zlari ashtaq yoki Uyg'urlarning beshiga kelgan bu kuni oz ularga deganlar bek oz endi yo'q holatda biroq ba'zilar yo'q emas. Biroq umumiy jihatni ilib aytganda irqiy qirg'inchilikning ya'ni shu Uyg'urning ustidan kelgan irqiy qirg'inchilikni haqiqatan tushundi, biladi. Hozir Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat qanday taraqqiy qilyotidi? So'zlab bergan bo'lsangiz. Bu hammamizga ma'lum hamda Xitoy Qozog'iston o'rtasidagi bugungi kunlik taraqqiyot nimaga bog'liq desangiz, desak, shu 90-yillardan tortib Qozog'iston o'zininki ozod mustaqilligini qo'lga hosil qilgandan keyin o'sha Xitoyga bo'lgan munosabati bularning bo'libmi birinchidan iqtisodiy munosabati qo'yib bir bog'lanib ketgan shu qarz elish jihatdan ya'ni shu mayli yemak ichmak bo'lsin kiyim kechak bo'lsin shu Qozog'istonda har qanday bir taraqqiyot qilayotgan zavod fabrikalar bo'lsin hammasi shu 70-80% Xitoyga bog'lab qo'ygan 90-yillardan tortib bog'lanib kelayotganligi tufaylidan endi bugungi kunlikda Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasida garchi xalqning gapini anglab kelajakda Xitoy bizga shu vizasiz yo'llarni ichyapti, endi kelajakda Xitoy besib Qozog'istonni besib ketsa biz buni bizga xatiri bor deb endi buni to'sqinlik qilamiz deb qolsa uning jiq to'sqinlik qilolmaydi endi. Nimishqa? Chunki 90-yillardan tortib bular o'zininki haqiqatan buni tizginni tutqizib qo'ygan Qozog'istonninki bugungi kunlikda shu vizaninki Xitoyga Qozog'iston fuqarolari viza bilan kirib Xitoy fuqarolari bu yoqqa vizasiz kirishninki shu shart nimasi bir-birisi bilan shartlari qo'yilgan. Buni o'tirda Qozog'iston hech qanday bir nimasi o'zining gapini aqtirolmaganligining bir dalilidir. Bu yerda Xitoy o'zi shunday bo'ladi, shunday qilamizlar deb shunday bir bir qo'l qo'ygan, ya'ni suhbatga o'tiriblar, shuni majburiy bir holatda nim qilg'izgandek ko'rinadi. Nimishga? Chunki Qozog'iston birinchi iqtisodiy qattiq Xitoyninki iqtisodiga bog'liqlik. Ikkinchidan hozir buni chegirdash bo'lgandan keyin bu yoqimizda O'rus, bu yoqimizda Xitoy. Shunga bizning hozirgi buni Qozog'iston zo'ngto'ngimi o'zi kichkina Xitoycha o'qib, Xitoyda ishlab, Xitoylarni kichkina yan bosadigan bir zo'ngto'ng bo'lganligi uchun hozir bu narsalar ya'ni tezdan iqtisodiy jihatdan, tijoriy jihatdan shu Xitoy ko'chib chiqsimi, mashaqqa yoki mashaqqa ziyoratga chiqdim deb yoki zavod fabrikalarni ichyapsimi, buningga hech qanday qarshilik bildirmay, shunday bir tez bir holatda taraqqiy qilyapti hozir.
Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'sir kuchi qanday darajada bo'lyotidi? Hozir Xitoyning kuchi haqiqatan bu yoqda o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston degan yerlarda yoki Tojikiston degandek O'rta Osiyoda haqiqatan Xitoy ta'siri nima kuchli. Buni hech kim ko'z yumamaydi, bunga yolg'ondir. Biz o'zimizning mana shu Uyg'urlar bishimizdan shu 59-yildan keyin 49-yildan keyin ana vatanimiz Sharqiy Turkistonga Xitoy qanday tadrijiy besib kirib bugungi 75 yil o'tgandan keyin shapqidan qilib o'sha ishkirdan kelgan Xitoylar ana vatanimizdagi yerlik Uyg'urlardan necha hassa soni eshib ketganligini biz 75 yildan keyin tuygan bo'lsak, mushu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlardami mushu 75 yil qolmaydi. Onundan az bir vaqtning ichida shu Qozog'istondagi yerlik fuqarolardan soni eshib ketganligini bayqab olamiz. Agar bugungi kunda shuna taraqqiy qiladigan bo'lsa, buning intayin nima Qozog'istondagi mushu O'rta Osiyodagi butun Qozoq, Qirg'iz, Tojik qarindoshlarimizga intayin xatiri bor. Buning xatiri bor. Buni hozir faqatlam buni hukumat his qilmayotdi. Kelajak mushu 50-60 yildan keyin, 30-40 yildan keyin nim bo'lganligini planlab ko'zning oldida eklanmayotdi yoki akagan bo'lsin, endi biz ketgandan keyin nim bo'lsa shu bo'ldi deyotamiz, tushunamiz. Ammo biroq bugungi kundagidek Xitoyning kirishi taraf shu davomlashadigan bo'lsa, rasmiy turda men unga ishonch bilan qabul eta olamanki, o'sha Uyg'ur 75 yildan keyin Xitoy qanchalik ko'payib ketganligini sezmay qolgandek, musulmon ashulab sezmay qolib o'zining mamlakatini, o'zining yaratgan tayyor ishini oldidagi Xitoy taqirib qo'yganligini sezmay qoldi. Söhbətimizni bu yerdə axırlaşdıraylı. Axırda Uyğur televiziyasiga vakolatan söhbətimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Sadriddin apandimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog'-salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat, omon bo'ling.